Amin. Yoshlar baxtli bo'lsin, vali chuvali bo'lsin, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Ikki qudani alligi yo'qolmasin. Hamisha qo'shqanaman qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin. Naftan karam keldik. Ne deysiniz? Çap çap doldurmayısın. Oy. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul enzu bi rabbin nas ilahin nas min şerri vesvesil hannas. Ellezine yusvesu fil cinnati minel cenneti ve nas. Ey Allah'ım, ey güzel Mevlam, yurtumuza tinçlik versin. Ölülerimize, bağ çakalarımıza Allah'ım sağlık, selametlik versin. Amin. Kırıp gelir şu aylar, yıllar, tinçlik aylar, yıllar olsun. Amin. Şu aylarda, yıllarda hammamızın ümüze yaxşı günler, kıvançlı günler olsun. Şu 2 yaş bahtli olsun. İnsaflı yerlerden gelinler kesin. Bahtli ballardan olsunlar. Sağ selamet bulup Allah'ım oza gayret kuvvet versin. İleklerimizde hayırlı olsun cümlenizge de. Esen aman toylarını ötküsünler, oynap, gülüp, kıvançlarla sağ selamet hammamız yaxşı günlerde görüşürmekler Allah'ım nasip etsin. Amin. 2 yaş bahtlı olsun. 2 yaş toylarını bahtlı yaxşı olsun. ötküzüp bassınlar. Oynap, gülüp versinler. 2 yaş bahtlı bol versinler bağım. En keregi şu. Amin. Giremiz yavaş yavaş. Endi sen aytıp oturaydım bunlara. Şimdi Son yolda etmeye de kendi- varacağım. Da?
Не знаю, у вас обратно телефон что-то стал. Иногда бывает у меня в моей комнате так. Қоймаң, енді бірден шықтым қызым. Бізге кірмедің қой, біздің жанынан кеткендірсің айланып. Жоқ, мындан кетмедім. Мында Қайдан машина кеттің? көп, бияқтан келдім. Базарға да бармадым, Эльмираға кетіртіп. Майли. Слушай,
köpsüler. Tamam. Koyup madde oturuyor. Elhamdülillah tamana sakana bir. Allah'ım hanadan feyzi bereket feyzi fatuhat etkin. İkili yoş koşların bilen koşa garıpken. Geleceğde gözlerini quvonchi bo'lgan farzand ne'matlari bilan ne'matlantirgin. Şu to'yga kelgan barcha birodarlarimiz ham xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin. Ikkala yosh qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Alloh. Tasqarli xotirjamlik bersin. Yurt elimizga tinchlik bersin. Jumla mo'minga tinchlik bersin. Shular qatorida hammamiz xonadonimizga tinchlik bersin. Hammalar taninglar sog' umrlar uzoq bo'lsin. Qo'shgan qo'shog'ilar, qo'sha qaringlar. Xudoyim bergan bolalar rohatini ko'rish hammalarga nasib qilsin. Ibrohim Muyassar qo'sha qarsin, shu uylarda o'sib o'zini yayrab yashnasin. O'g'il qizlariga bosh bo'lsin. Samardim bilan Xudoyam qo'sha qarisin, bolalariga bosh bo'lsin. To'ylar eson-omon beshikasini o'tsin. O'qidan topgan tutganiga baraka bersin, topganlari yaxshi kunlarga buyursin. Mushtari begim mushatlarda yayrab yashnasin, o'sib o'sin, qo'yib pala yotsin. Ko'p farzandi ko'p davlatli bo'lsin. Davlat eshigidan kirsin Xudovonni. Bolalarim baxtini, kamolini ko'rish bolalarimga nasib qilsin. Hammani o'yida ham topganlar to'ylarga buyursin, dasturxonlar yaxshi kunlarga osilsin Xudovondan. Sizni ham tanish sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Shu yurt xizmatini qilasiz, siz ham shular qatorida topgan tutganingiz yaxshi kun, yaxshi to'ylaringizga buyursin. Hammani o'yi tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, shular qatorida hammani xonadon tinch bo'lsin. To'ylarimiz ham eson-omon beshikasini o'tsin. Xudolar orasidagi ahilchilik yo'qolmasin. Xudo. Bizi Qatarda adashimiz yana boshqa joyda Qatarda ko'raylik. Yana boshqacha patirlar ketdi.
o'zingga niyat qilamiz, o'zingga iltijo qilamiz. Ikki osh qo'shganini qo'sha qarshi Allohim. Mana shu uyda kuyovim ham, yo'da Xudoning ham bu uyda tinch xo'jalik xotirjamlik bo'lib, Alloh xohlasa Xudochilik ming yilchilik bo'lsin. Yaxshi ko'zni quvontiradigan nevaralarni ko'rib, ular to'ylarini qilib, to'ylarini birgalikda xursandchilik qilib, yaxshi yomon kun doim birga bo'lish Alloh bizga nasib qilsin. Bu duvar qo'yilgan ekan. Bo'ldi mana bo'lamiz endi. Bugungi nonda bo'ladi degan non bo'ladi. Hozir Qaychi bunaqa holat? hozir nonlari Turajama arenda qilib chayning soda. Yo'q. Unaqada patir borda. Eski shaharda. 3 oydan keyin ham sinib faqat o'raydi sinadi. Shunda anaqiga. O'shiga. Patir. Bundan ko'ra onda pokiladi. mana ben bittasini oldim. Yigitlarga mana Uzatamizmi shunda? Ha, uzatdimmi? Suyuq ovqatlar. Hasan tog'a, diqqat uzatib. Baxtli bo'lsin. Aytgan zakasini qilding. Yaradan xudolar ikkala sindirgan deyman. Ha, sindirib yurma. Yoshlar baxtli bo'lsin. Mana. Mana. Sarkala moray bo'lsin. Qolganimiz erkaklar o'tiribdi-da, turmadi hali. Ketkasi bormi? Mana muhayyo. Hozir oldiga qo'yinglar. Menga bering, men qilaman. Plyonкасы yo'q-ku. Ortaga oching. Quanto copo va? Ana fazer. Mana alohida ilohim tan sihatli xotirjamlik tinchlikni bersin. Hammamizni topganimizga tutganimizga umrimizga rizqimizga baraka bersin. O'tirganda o'rnimizda yurganda yo'limizda Xudo o'zi qo'llab qo'ltiqlasin. Tani jonimizni sog' qilsin, to'rt muchamizni omon qilsin, ko'kragimizni nur qilsin, cho'nchagimizni pulga to'la qilsin. Ey Xudo, Xudovando aylaning Xudo, og'limiz to'la mol bo'lsin, yastig'imiz to'la bosh bo'lsin. Ey Xudo, Xudovando tinchlik, sog'lik, salomatlik, osoyishtalikni bersin. Hayotni go'zal joydan yashab yashnash hammamizga nasib ro'za aylasin. Avvalambor yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz tinch bo'lsin. Avvalan mana shu Ibrohim ukam Muyassar kelinimiz bilan qo'sha qarsin. Qolaversa bolalari qo'sha qarsin. Qolaversa shu yerda o'tirgan egachi singil quda anda hammasi qo'sha qarsin. Hammasini kasbkoriga, umriga, rizqiga, mol-koliga, bala-chaqasiga, dasturxonlariga Alloh baraka bersin. Hammamizni tanimiz sog', vaqtimiz chog' bo'lsin. Hammamiz mana shunaqa yaxshi to'ylarda, yaxshi kunlarda yurishlar nasib ro'za aylasin. Mehnatimiz rohat bo'lsin, oltin boshlarimiz omon bo'lsin. Xudoyo, Xudovando hammamiz yaxshi yuraylik. Mana shunaqa to'ydalarda o'tiraylik. Hammamiz mana shu yoshlarimiz ham baxtli, saodatli, omadli bo'lsin. Ishlarini rivojini bersin. Kuyovimizni ham, kelinimizni ham, qolaversa mana shuday kelinlari ham, Lola pammin ham qolaversa opalarim hammasi bosh qosh bo'lib o'ynab kulib, shu to'ylarda hammamiz yurishlik hammamizga nasib ro'za aylasin. Mana mavta qudasi o'tiribdi, mana Hakima ham to'xtamayman qo'sha qarisin, tan joni sog' bo'lsin. Yaxshi o'ylar qildi, yaxshi to'ylar qilsin Xudoyo o'sha xonadonlarda.
hammamiz ko'rk pushtigonlik bilan bag'ri butunlik bilan yashab yashnab yurish hammamiz nasib ro'za aylasin. Mana Turab akam bilan Lola opa ham qo'sha qarsin, uni bolalari, kelinlari, qizlari ham qo'sha qarib hammasini topganlari o'ylarga, to'ylarga, yaxshi kunlarga buyuraversin. Hammamiz o'ynab kulib sog' salomat yurish nasib ro'za aylasin. O'tib ketgan ota-onalarimiz, o'tib ketganlarimiz, Asqar ukalarimiz, o'tib ketganlar hammasini Alloh rahmat qilsin, go'llari to'la nur, iymonlari salomat bo'lsin. Hammanglar sog' bo'linglar, boy bo'linglar, omadinglar bersin. Amin Alloh sizlar. Salomat bo'linglar. Inshaalloh aytganing kelsin, mayli. Rahmat. Shu tomonlaring yaxshi-da, singlim. Endi bor qiladi. Ha, shu. Endi siz bossiz. 4tasi osh quruq ekan, 10tasi sut puli ekan. Shundoq deb aytishdilar. Nima ekan? A? Nima deding? 4tasi osh qurug'i, osh puli ekan. 10tasi sut puli ekan dedi. Kiyim-kiyimlarni qilganmisan? Kuyov kiyim-kiyimlarini o'zlarida gaplashgansizlar. Yo'q. Kuyov pulini beramiz. Nima? Kiyintirishga. Ya o'z unaqa o'z ma'lum don topgan. O'z kelishib. Kuyov kiyimini o'z ajratib, o'z naqal qilib beravering. Endi bu qancha mo'ljallagan bu katta. Sizni gapingiz bo'ldi. Siz gap Siz qancha desangiz shu. Turgan joyda endi bu daqqa deydi. Kamini qo'shtasan. Bo'pti. Bo'ldimi? Endi bitta patat. Ikki yosh qo'shganlar qo'sha qolsin, to'ylar chiroyli bo'lsin, Xudochilikni bilamiz. Allohu akbar. Hammanglarga rahmat. Hammamiz ham shunday bir to'yga yetishsin. Rahmat, xush kelibsizlar.